Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsa do'stlar, bugun 2026-yil 29-mart sanasi men sizlarga shu Moskvadagi bo'lib turgan hozirgi vaqtdagi narsalarni hammasini yangiliklarni chiqarib boraman do'stlar. Shuning uchun shu kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'ying. Bo'lar bo'lmas har xil gaplarga ishonmayman. Realni Moskvadagi hayotlarni sizlarga ko'rsatib boraman. Yana bir bor eslatib o'taman. Bugun 2026-yil 29-mart sanasi oyi boshida, oyi oxirida mana shunaqa holatlar bo'ladi. Oyi oxiri tugashida, boshida shunaqa proverkalar qattiq bo'ladi. Ayniqsa shu skladlarda, juda ko'pchilik ishlaydigan joylarda, общий tilida ko'pchilik yotadigan общий tilida shunaqa proverkalar bo'ladi. Ogoh bo'ling degan maqsadda bu videoni chiqaryapman. Qo'rqitish maqsadida emas, hamma dokumentini joyida bo'lsa, ozgina vaqt yo'qotasizlar, baribir qo'yib yuboradi. Agar dokumentinida ozgina muammo bo'ladigan bo'lsa ham olib ketadi, deportatsiya qiladi, shtraf qiladi, zapret qiladi, olib borib shunchaki bor ketaver demaydi. Juda ko'pchilik o'ylar ekan deport qilib jo'nataveradi. Yo'q, olib borib Saxarovaga tiqib qo'yadi. Ana o'sha yerda ochritingiz kelishini kutib yotasiz. 1 oyda keladimi, 3 oyda keladimi, 6 oylab yotgan insonlar bor. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Mana bu ko'chadagi ko'rib turibsizlar, taksilarni ham o'sha qattiq hamma yerda proverka ketyapti. Ogoh bo'ling degan maqsadda bu videoni qo'yayapman. Shu videoga like bosib, Rossiyadagi tanish bilishlaringizga albatta tarqatib qo'ying. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmang.